Mana molni yemoq ichmog'i zo'r. Olib boruvda chiqqan terilar. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Chorvouz kanalining hurmatli obunachilari. Like bosib, qo'llab turasizlar. Xudo xolasa biz mana video syomkani boshladik. Hop. Biz hozir Namangan viloyat To'raqo'rg'on tumani Qatag'on qishlog'ida, ya'ni o'zimizning mini fermadamiz. Mana mollarimiz yeb itish qanaqa? Hamma yo'g'ini tushuntirib o'tamiz. Vaqt quloq vaqtimcha mana Xudo xolasa. Like bosib, qo'llab turinglar. Kanalimiz yangi. Xudo xolasa kimgadir foydasi tegadi baribir. Xudo xolasa mana olib boruvda deganga olib boruvda. Mana hammasidan bor. Hatto kamchiligiga uzr so'raymiz ham oldindan. Mana smetana gibrid chatishgan bu ham mana. Hammasi Xudo xolasa zo'r mol, bir-biridan zo'r. 1 metr plus qolaverasizlar mana. 1 metr plus. 6 dona hozir bu yerda. Hop davomi bor. 15 tacha molimiz uyga kelib ko'rib olaman desalar ham behijolat bor. Kelib ko'rib olaverasizlar. Mana 1 2 3 4 5 6 dona. Oyoq qo'llarni ko'rsatib o'tsak, oyoq qo'llarini. Oyoq qo'llari baquvvat variantida. Dastlabki mutlaqo bepul. Mana buni qarang, gibrid oyog'ini. Mana. Bu molni qaranglar mana. Zo'r Xudo xolasa. Bash ikkalasini juplab olsalar ham bo'laveradi. Endi bular narxga keladigan bo'lsak, 9,5 million so'mdan dastlabki O'zbekiston bo'ylab tanlovlarida 9,5 million so'mdan bitta tovonga ham, ikki tovonga ham farqi yo'q. Mana bular kelishtirib beriladi. Bo'yicha kichikroq bular, narilarga nisbatan. Mana bir qator ko'rganda mana 9 million 500 mingdan arzon bo'ldi deb o'ylayman. Yemoq ichmog'i bir hafta kafolati bor. Jonidan boshqa yeriga. Qiziqqanlar telefon qilaverasizlar, nomerlarni qoldiramiz.